insoniyat madaniyatining tadrijiy taraqqiyot yo'li. Energiyani yangilash tavakkulchiligi. İnsoniyatning taraqqiyoti xuddi bir maydon uzluksiz yuqori ko'tarilayotgan o'yinga o'xshaydi. Har bir qitimliq ilgirlash energiyaning bo'sish hosil qilishiga ergishib keladi. Birinchi o'tgan yig'ish va ovlash kuniga 5G eng burunqi insonlar yig'ish va ovlash orqali hayot qolgan bo'lib, har kuni faqat 5G megajoule energiyaga erishib, aron qo'rsqini to'ytalaydi. Yemeklik qayerda bo'lsa, insonlar shu yerga boradi. Muqim turalg'usi yo'q. Ikkinchi o'tgan Yez egilik inqilobiy kuniga 50 mg insonlar ziroat terish va chorva beqishni o'rganib, energiyaga erishish zo'r darajada eshib 50 mg ga yetdi. Muqim yemeklik manbasi bo'lg'achqa, kishilar o'ltiraqlashishga, kent qurishga, shahar va madaniyatni taraqqiy qildirishga boshladi. Yez egilik inqilobiy insonlarning tabiiy muhitga tayinishini azaytib, jamiyatni murakkablashtirishga boshladi. 3. Sanoat inqilobiy kuniga 230 mg ko'mir va neftdan foydalanish insonlarni tez taraqqiyot bosqichiga kirgizdi. Energiyaga erishish 230 mg ga yetdi. Par motori, zavod, temir yo'l, avtomobil, elektr energiyasi sistemasining barliqqa kelishi ishlab chiqarish kuchini zo'r darajada oshirdi. Sanoat inqilobiy jismoniy kuchni ozod qilib, yer sharlashish va zamonaviy jamiyatning shakllanishini ilgari surdi. Kelgusi sun'iy aqliy iqtidor va yangi energiya davri hozir insonlar texmi muhit asraydigan, texmi yuqori unumli energiya manbalarini izlayotdi. Masalan, quyosh energiyasi va shamol energiyasi. Shuning bilan bir vaqtda sun'iy aqliy iqtidorning qad ko'tarishi insonlarning xizmat usuli va turmush qurilmasini o'zgartirib, yez egilik inqilobiy yashash besimini ozod qildi. Sanoat inqilobiy jismoniy kuchni ozod qildi. Undaqda sun'iy aqliy iqtidor insonlarning aqliy iqtidorini ozod qilib, insonlarni ijodiyat va izlanishga ko'ngil bo'lish imkoniyatiga ega qilalamdi. Kelgusi taraqqiyot yo'nalishi yangi energiya inqilobi. Olam bo'shliqi ustida izlanish, hatto darajadan tashqari aqliy iqtidor davrini o'z ichiga olishi mumkin. İnsanlarning energiya darajasini o'stirish yo'li yanada davomlashyapti.